Uyda dengiz naborini yasab ko'ramiz. Ichini shunaqa ochganda chiroyli narsalar chiqadi. Qumlar, hammasi bor. Birinchi bo'lib o'sha paketni yoyib olamiz, chunki smala oqmasligi kerak va artbordni qo'yamiz. Smala hozirgi kunda quyuq bo'lgani uchun issiq suvga solib qo'yamiz 2-3 minutga, ancha suyuladi. Va hammasini solib olamiz. Agar issiq suvga solmasanglar, quyilishi qiyin bo'lib, juda ham ko'p qolib ketadi. Smalani ham, отвердителni ham oxirigacha shunaqa solib olamiz. Va aralashtirishni boshlaymiz. Aralashtirish vaqti 2-3 minutni oladi o'z ichiga. Tayyor bo'lganini qatdan bilamiz. Birinchi xiralashadi, keyin tiniq bo'ladi. Umuman chiziqlari qolmasligi kerak. Tayyor bo'lgan smalani ozgina qismini qumga solamiz. Bu sohil uchun va ozgina qismini juda ham kam bo'ladi. Oq ko'pigi uchun olib qo'yamiz. Bu esdan chiqmasligi kerak, chunki rang aralashtirgandan keyin kech bo'ladi. Qum qismi ozgina suyuqroq bo'lsa yaxshiroq, chunki qo'l bilan bemalol ishlasak bo'ladi. Va mana shunaqa qilib qo'limiz bilan yoyib chiqamiz. Endi ko'p qism smalamizga rang qo'shib, dengizimizni tayyorlaymiz. Rangni bir tomchidan solamiz va yaxshilab aralashtiramiz. O'zingizga yoqqan rang bo'lganda artbordga quyishni boshlaysiz. Iloji boricha tezroq ishlashimiz kerak, chunki smala qizib ketsa ushlab bo'lmaydi. Va hamma joyga quyib olganimizdan keyin shunaqa yoyib chiqamiz. Tepa qismini to'qroq qildim. Endi esa olib qo'ygan ozroq smalamizga shunaqa oq kukundan solamiz. Bu dengizni ko'piklari uchun kerak bo'ladi. Tayyor